Qaynotamning ignasi juda ham katta va qalin ekan. Rangi ham qop-qora. Har kuni ko'rgim keladigan bo'lib qoldim keyin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizga yuragingizni larzaga keltiradigan hissiyotlarga boy hikoya taqdim etamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki unda sizni juda qiziqarli voqealar kutmoqda. Keling boshladik. Ertalabki quyosh nurlari hovliga tushar. Shamol daraxt yaproqlarini sekin silkitardi. Men deraza yonida choy ichib o'ylarimga cho'mgan edim. Uyimizga yangi mehmon kelganidan beri yuragim tinch emas. Bu odam qaynotam. Oddiy odam emas. Hayotgan qaddi qomati tik, ko'zlari chuqur, qaraydigan inson. Har bir so'zi, har bir qarashi o'zgacha bir kuchga ega. Avvallari u bilan suhbatlarimiz qisqa bo'lardi. Odatidek salom-alik, oddiy so'rovlar. Ammo kunlar o'tgan sayin u bilan gaplashish menga yoqib boshladi. U hayot haqida hikoyalar so'zlar, men esa diqqat bilan tinglardim. Uning ovozi soyin, chuqur va ishonch bag'ishlovchi edi. Bir kuni yomg'ir yog'ayotgan kechida biz hovlida yolg'iz qoldik. Shamol derazalarini taqillatib, tomdan tomchilayotgan suvning tovushisi butun hovlini to'ldirardi. Men choy tayyorlab keldim. U menga qarab jilmaydi. "Sen juda mehribon qiz ekansan", dedi u. "O'zing bilmay turib odamning yuragini iliq qilasan." Uning bu so'zlari ichimni qizdirib yubordi. Ko'zlarimiz to'qnashdi va shu lahda hammasi to'xtagandek bo'ldi. Yuragim tez ura boshladi. Men og'zimni boshqa tomonga burdim, ammo ko'zlaridagi o'sha issiqlik meni orqaga tortardi. Keyingi kunlarda ham u bilan har safar ko'zim to'qnashsa, ichimda bir issiq to'lqin yugurardi. U menga ortiqcha yaqinlashmas, lekin har bir harakati, mayin so'zlari, muloyim qarashlari meni o'ziga ron qilardi. Bir kecha yulduzlik osmonda hovlida o'tirdik. U sekin gap boshladi. Hayotda ba'zan yurak buyurgan yo'lni tanlash kerak. Men sukut saqladim, lekin ichimda bo'ron ko'tarilgan edi. O'sha tun yuragimdagi sirni hech kim bilmasligini tushundim, ammo u buni sezayotgandek edi. Kunlar o'tdi, ammo u bilan bo'lgan o'sha jimjit lahzalar, qarashlar va ichki hislarim hayotimning eng kuchli, eng ehtirosli xotirasiga aylandi. Kuzning o'sha salqin kunlari edi. Hovli to'la barglar, shamol ularni asta-sekin to'kib tashlayotgan edi. Qaynotam bilan biz hovlida birga barglarni supurardik. Har safar yonidan o'tsam, uning atir va yangi choy hidi aralashgan o'ziga xos hidni sezardim. Bu hid menga g'alati soyinlik va ayni paytda yurak urishimni tezlashtiruvchi hislar bag'ishlardi. U qo'lidagi mis to'xtatib menga qaradi. "Sovuq tushmasdan hovlini tartibga keltirib boraylik", dedi jilmayib. U jilmaganda yuzida chuqurchalar paydo bo'lar. Bu esa uni yanada muloyim ko'rsatardi. Men ham jilmaydim, lekin ichimda o'sha tanish issiqlik yana uyg'ondi. Kechga yaqin yomg'ir tomchilari sekin yog'a boshladi. Qaynotam yomg'ir ostida ishlashimni, "Sovqatib qolasiz, ichkariga kiring", dedi. Men bosh irg'ab ichkariga kirdim. Ammo u kirib kelgach menga bir stakan iliq choy uzatdi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Shu kichkina lahza ham yuragimni bir zumga to'xtatib qo'ygandek bo'ldi. Kunlar shu tarzda o'taberdi. Har safar birga ish qilganimizda, birga choy ichganimizda yoki hovlida suhbatlashganimizda ichimda unga borgan g'ayrioddiy tuyg'ular yanada kuchayardi. Bir kuni kechqurun elektr o'chib qoldi. Hovlida faqat oy nuri va sham yorug'i bor edi. Men shamni yoqib stolga qo'ydim. Qaynotam menga qarab, "Qorong'i paytda ham sening yuzingda bir nur bor", dedi so'kka. Bu so'zlarni eshitganimda bo'g'zimga bir narsa tiqildi. Bir necha soniya gapira olmadim. Faqat ko'zlarim bilan unga qaradim. U ham jim turdi, faqat tashqarida shamol shitirlardi. "Ba'zi hislarni yashirish qiyin bo'ladi", dedi u yana. Men ham bir lahz sukutdan so'ng, "Ba'zan esa ularni aytib ham bo'lmaydi", dedim past ovozda. O'sha tun juda uzun bo'ldi. Qorong'i soyin, lekin yuragimiz ichida yashirin bo'ron bor edi. Shundan keyin biz o'sha mavzuni ochiq gaplashmadik. Ammo har safar qarashlarimiz to'qnashganda, ikkalamiz ham og'zimizni chitishimizdan tushunardik. Yillar o'tdi. Men ham, u ham o'z yo'limizdan bordik. Ammo qachonki shamol barglarini shitirlatib o'tsa yoki oy nuri hovliga tushsa, men o'sha tunlarni, o'sha qarashlarni, o'sha so'zlarni yana eslayman. Chunki ba'zi sirlar yurakda abadiy qoladi.